Bugun biz Maksam Chirchiq aksiyadorlik jamiyati hududidamiz. Bu korxona O'zbekiston kimyo sanoatining muhim bo'g'inlaridan biri hisoblanadi. Aynan shu yerda qishloq xo'jaligi uchun zarur bo'lgan mineral o'g'itlar, shuningdek sanoat uchun turli kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqariladi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, korxona mahsulotlari nafaqat ichki bozorni, balki eksport yo'nalishlarini ham qamrab olgan. Korxona Chirchiq shahrida joylashgan bo'lib, minglab ish o'rinlari yaratgan va hudud iqtisodiy rivojida muhim o'rin tutadi. Ayni paytda ishlab chiqarish jarayonlariga zamonaviy texnologiyalar joriy etilmoqda. Bu esa mahsulot sifati va samaradorligini yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Bugun ushbu korxonada faoliyat yuritayotgan xodimlar bilan mehnat faoliyati, sharoitlar va talablar haqida gaplashamiz.